Do'stlar, bugun sizlarga counterda Special Scroll 2 counterda nastroykalar to'g'rilashni tushuntirib beraman. Keyingi videolarimda mana shu cheat o'rnatishni tushuntirib beraman. Cheat. Mana bu yerdan new game bosamiz. Classic degan bor. Xohlasangiz resurrection'ni belgilasangiz, resurrection bu o'lsangiz yana qayta tug'ilaverasiz. Kimdir yutganini belgilanmaydi, siz tug'ilasiz. Bu bayroqli, bu zombili, bu bomba. Hozir biz klassik tanlayveramiz. Va desert tanlaymiz. Sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, mana bu language tillari difficult degani difficult botlarda qanday o'ynash easy, eng o'ynash bilmasligi. Nima o'ynash bilmaydi, easy qo'yib qo'ysalar. Normalga qo'ysalar normalni o'ynaydi. Hardga qo'ysalaring kuchliroq o'ynaydi. Expertga qo'ysangiz juda kuchli o'ynaydi. Menga expertga turadi. Sound bu ovozi, volume bo'lsa, bu otganda chiqadigan ovoz. Bular umuman anavi keraksiz narsalar. Men o'chirib qo'ysam bular. Nima ovoz kerak emas menga. Mana bu yerda round time vaqtini belgilaysiz. 60 sekund bo'lsin, 90, 180, 300 sekund. Men 300 sekund turaman maksimalda. Bu puli. Birdan o'yinga kirganlaringda, botlar bilan o'yinga kirganlaringda pul qancha bo'lish kerak? Menga maksimal darajada turadi. Undan keyingisi real damage degani botlar xuddi haqiqiyga o'xshab o'ynaydi. King roundda, bu roundda king round. Respesalar. Undan keyingisi esa real damage bo'lsa aim degani bu. Aim bu bitta risk beramiz. Mana bu yerda chiqarilgan aim. Mana shu narsa umuman menga yoqmaydi. Poylaganlaringda chiqadi. Men o'chirib qo'yaveraman buni. Umuman chiqmay qo'yaman men. Keyingisi friendly fire. Bu o'zlaringda, do'stlaringda yo o'zlaring komandalaringda friendly fire yo'q qo'ysalar o'ldirib olasizlar. Ot olasizlar, o'ldirib olasizlar. Ham masalan bomba o'tganlaringda o'zlaringga ham zarar tegadi. Friendly fire yo'q qo'yganlaringda. Mana shu narsa. Automatic firing bo'lsa bu automatic firing avtomatikka otish degan. Masalan botga shunday avtomat tutib tursalaring o'zi otadi. Otadigan belgini bosish shart emas. Xuddi shu narsa. Automatic firing menga kerak emas. Auto balance. Bu balansni o'lchab turadi. Bu ham muhim emas. Umuman men buni o'chirib qo'yaman. Rosa hozirlar yoqib ko'rdim. O'chirib qo'yaman. Auto zoom. Bu zoomni o'lchaydi. Bu ham kerak emas. Weapon inspect. Bitta otish. Weapon inspect ham umuman keraksiz narsa. Bunga aralashyapmaydi. Change map. Bu xarita. Change map bosganlarda birdan chiqadi. Yerdan tanlaysizlar. Change map.
settingdan keyin mana bu yerdan change map'ni yoqib qo'ysalaring. Çünkü hozir bot bilan o'ynayapsizlar. Bizlar ochganlardan birini tanlamaydi. Mana shu narsa bu onlayn o'ynaganda ishlaydigan narsa. Out change map degan narsa. Bot don't stand still. Mana buni osonga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Expect'dan easy'ga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Menga easy degani kerak emas hozircha. Umuman easy kerak emas. Kirib ko'raylik. Xabar ketgan. Easy. Mana bu 100 iron sight. Mana bu tarafida temir chiqib turadi. Agar shuni hozir o'chirib qo'ysam, yana yo'q qo'ysam, mana bularda mana bunday yo'q bo'ladi. Keyingisi bo'lsa bu уже mana bu narsa umuman muhim emas. Mana aim automatic firing friendly fire men uchun muhim, sizlar uchun bilmadim. Yani bu narsalari bo'lsa, mana bu narsalar bo'lsa botlarda weapon quroli. Botlar uchun masalan hammasini o'chirib qo'ysam, mana hammasini o'chirib qo'ydim. Endi bitta res beramiz. Qilichda o'ynaydi agar. Hech narsasi yo'q bo'lsa qilichda o'ynaydi. Hammasi qilichda o'ynaydi. Mana ko'rayotgansizlar qilichda o'ynayapti. Qilichda o'ynayapti hammasi. Hammasini o'chirib qo'yganman. Settingga o'tib faqat pistolet yoqib qo'yamiz. Va res beramiz. Keyin hozir sizlarga ko'rsataman. Hammasi pistoletda o'ynaydi. Mana qo'lida pistolet turibdi. Buni ham qo'lida pistolet. Ko'rayotgansizlar, ikkalasini ham qo'lida pistolet olgan. Ana nartisha boshqalarni o'chirib qo'yganman chunki. Mana bu ham pistolet olgan. Bu ham pistolet olgan. Mana bu ham pistolet. Hammasi pistolet olgan bular. Pistolet chunki faqat yonib turibdi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, graphics. Graphicsda Dynamic Shadows. Bu odamning soyasi. Graphicsga o'tamiz. Odamning soyasi. Men o'chirib qo'yganman, sizlar yoqib qo'ysalaring ham bo'ladi. Odamlar chiqib turadigan soya. Keyingisi bo'lsa, mana bu odamni o'ldirganlaringda mana shu qon sachrash kerakmi yo'qmi? Men sachrash degan. Sachrash deganman. Undan keyin skin. Avtomatlarda skini bo'ladi. O'zini. Men yoqib qo'yganman. Skin qo'ysa bo'ladi. Masalan, hozir ko'rsam. Hozir 1-2 raunddan keyin pastda weapon skin deb chiqib turadi mana shu narsa. Shu grafikasini o'chirib qo'ysa. Undan keyingi transparent shot. Settingga o'tamiz. Buni eng yuqoriga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, transparent shot. Bu transparentda
katta maydalini ko'rsatadi. Eng kattasi qo'yib qo'ysalaring, eng kattasi bo'ladi. Men eng kattasi qo'yib qo'yganman. Crucial size. Bu ham shu crucial size. Bu ham shu umuman muhim narsa emas-da. Crucial size ham umuman uncha muhim narsa emas. Uni xohlasalar o'chirib qo'ysalaring ham, yo'qib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Uni men zararini ham, foydasini ham sezganim yo'q. To'g'risini aytsam, o'zim ham bilmayman nimaligini. Lekin muhim narsa emasligini bilaman. Mana bullet holes degani hozir yoniq turibdi. Sizlar ko'rsa, mana bu yerga yo'qotganlaringda mana teshilyapti. Mana shu. Grafizga o'tib bullet holes o'chirib qo'ysak teshilmaydi. Ko'rdingmi? Bullet holes shu narsa. Shells bo'lsa hozir bu tarafga ketay. Settingga shells tepamiz. Qaranglar. Tugalsin. Yo'q almashtiryapti. Shells yo'q ko'rinmaydi almashtirgan payti. Shells shu narsa. Keyingi narsasi esa grafiksdan buni yo'q qo'yaveramiz. Mana bu yerda o'tadigan narsasini belgilab olsalaring bo'ladi. Masalan, men dumaloqqa qo'yib qo'yibman. Xohlasalaring bunday qo'ysalaring bo'ladi. O'zlari. Xuddi mana shu narsaga o'zgardi. O'tadigan. Menga ham qolgan botlarga ham xuddi shu narsaga o'zgaradi. Oldiga qo'yib qo'ysam, mana shunga o'zgaradi. Nuqtaga qo'yib qo'ysak, nuqtaga o'zgaradi. Короче, qaysi qo'ysalar o'shanga o'zgaraveradi. Controls degan joyda bo'lsa, grafikda bitta narsa qolib ketdi oxirida. Bunga respace kerak. Hozir. Bizlar reklama bo'lib qoldi. Ko'rganimizday pichoqda buquli bo'shab turibdi. Grafikizdan tagisi left handedga. Endi buquli bo'shab turibdi. Shuni qo'ysalang bo'ladi. O'chirib qo'yaman. Controlsdan mana bu o'tadigan, yuradigan narsalarni joylashtirsalaring bo'ladi. Control tanlasa joystick yuradigan narsa. Yaxshilaring oldinga o'tamiz. Past yoqsang pastga o'tadi. Undan keyin resetni bosib joyiga qaytib qoladi. Nima qilaman? Resetni bosib hammasi joyiga o'tib qoldi. Общий boshida qanday tushunib qoladi. Bu narsani qo'yib bo'lgandan keyin backni bosasizlar, bo'ldi. Hamma narsani qo'yib olasizlar, bo'ldi. Xuddi shunday
narsalarni belgilab olsa bo'ladi. Keyingi videolarimizda ishni o'rnatishni o'rgataman. Mana bular ishlar o'rgatishni o'rgataman. Bunday bo'lishi